29 oktyabr 2025 yil. Sevimli To'da soat 19. Oh-ohda kechir serialining 111 qismi namoyish etiladi. Ushbu qism ayniqsa ta'sirli va dramatik bo'lib, tomoshabinlarga qahramonlarning eng chuqur his-tuyg'ularini ochib beradi. Ilyos, yo'l Kamazi haydovchisi, Nasiba esa uy bekasi, ularning 2 nafar farzandi bor. Ilyos ikkinchi xotini Hamidani uylantirmoqchi bo'ladi, ammo Nasiba bunga bardosh bera olmay, oz ro'moli bilan oz joniga qasd qiladi. Ilyosning to'yga olib kelgan bozor sovg'asi endi xotiraning marosimi uchun kerak bo'ladi. Marhumaning 3-kuni uyida kundaligi topiladi. Unda u har bir kunini, qayg'u va azoblarini batafsil yozib qoldirgan. Aslida, Nasiba va Ilyos muhabbat bilan turmush qurgan edi va u Ilyos uchun barcha narsaga sabr qilgan. Ammo bu muhabbat oxir-oqibat yetarli bo'lmadi. Ilyos va Hamida o'z baxtini topa oladimi? Ilyos xatolarini tushunadimi va o'zini kechiradimi? Ushbu voqea hayotiy hodisalarga asoslangan bo'lib, sevgi, kechirim va oilaning qadrini yana bir bor anglatadi. Kechir seriali tomoshabinlarni nafaqat ko'z yoshlari bilan, balki umid bilan ham ta'sirlantiradi.